tekinga 6 ta narsa beriladi. 370 270 razmerda bo'lgan Krashinli MDF materialdan 14 million 800 ming so'mga tayyorlangan bir pagonimetrini 4 million so'mdan qilib berishgan. Akalar stalishnistalari sun'iy toshlardan bo'lgan, o'ta noyob quyma bo'ladi. Mo'ykasini ham o'zining ichiga oladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu joylariga keladigan bo'lsa, bu stalishnitta bo'ladi. Shilinib ketib qolsa, ishib ketish holatlari kuzatiladi. Xo'p, endi mexanizmlarni ustiga chiqib mana akamiz ko'rsatib beradilar. Vakuumligidan bo'lgan bitta odamni bemalol ko'taraveradi. Mana mexanizmlari ham. Xo'p, kimga mana shunaqa oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamizda 1 million 600 ming so'mdan 5 million so'mgacha bo'ladi. 6 ta tekin narsasiga keladigan bo'lsa, smesitili, metta suv shulkasi bo'ladi, hamda musor paqiri, ikkita chekkasiga kargosi, hamda qoshiq qo'yadiganini, LED lampalari va sochiq iladiganini tekinga qo'shib beradilar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab ustanovka, dastavkasi tekin boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda. Videoda pastda raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.